Bugungi mavzu functions, ya'ni def va return. Funksiyani yaratish bu def bilan va unga nom beramiz. Salom. Doimgidek print yozib olamiz. Shunchaki salom deb yozib qo'yamiz. Va albatta funksiyani chaqirib olish kerak. Funksiyani chaqirish esa bu nomini yozib chaqirib olamiz. Salom va qas. Ishga tushiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek funksiya ishlayapti. Endi parametrli funksiya qilib ko'ramiz. Bu yerga parametr qo'shib olamiz. Ism va salomdan so'ng ismni chaqiramiz va bu yerga ismni yozamiz. Ali. Buni ishga tushirib ko'rsak, salom Ali. Endi return. Return bu funksiyadan natija qaytaradi, lekin print emas. F kvadrat x. Return x ko'paygan x. Ya'ni kvadratni chiqarish uchun x ni x ga ko'paytiramiz. Natija degan o'zgaruvchi yaratamiz va kvadrat 5. Ya'ni kvadrat 5 ga teng. Natija deydigan bo'lsak, bizga kvadratni yuzini qaytaradi, ya'ni return qiladi. Va to'g'ri ishlayapti. 5 ni 5 ga ko'paytirib, bizga kvadratning yuzini chiqarib berdi. Mini loyiha qilamiz, kalkulyator. Kalkulyatorni oldin ham qilganmiz, lekin bugun biz funksiya bilan qilishni o'rganamiz. Def add a yoki b, a va b sonlarini yozadi. Va bu a plus b ni qaytarishi kerak. Shu ko'rinishda qolganlarini ham yozib chiqamiz. Ularning nomini o'zgartirib chiqamiz. Minus bo'lgan minus. A teng int input birinchi sonni kiriting. B teng int input ikkinchi sonni kiriting. Int natija a b. Ya'ni add bizda bu qo'shuv. Ishlatib ko'radigan bo'lsak 22 43 natija 65. Barchasi to'g'ri ishlayapti. Agar add o'rniga minus, multiply yoki divide qiladigan bo'lsak, barchasini ayiradi yoki ko'paytiradi yoki bo'lib chiqarib beradi. Qisqa eslab qolish. Def funksiya yaratadi, return qiymat qaytaradi. Parametr funksiyaga yuborilgan ma'lumot. Funksiya bu kodni soddalashtiradi va qayta ishlatish imkonini beradi.